Kelin xonim. Shiyovun, nihoyat o'zingga keldingmi? Tog'ang bilan 2 kun uxlamay qo'rqdik. Uyg'onishimdan qo'rqdingizmi? Shunda qalin pulni o'zlashtira olmasdingiz. Yangam aka, o'tiring. Shoven, nimalar deyapsan? Shunchaki hazillashdim xolajon. Axir o'ylamas qizini sotib kun ko'rmaydi-ku. Qanday qilib bunday qimmat qalinni olamiz? Qalinni olmasdan ham bo'larkanmi? Xo'jayinimiz tayinladilar. Siz Fu oilasini bekatsiz. Kelajakda butun oila sizniki bo'ladi. Bu qalinni albatta qabul qiling. Xiyovan, bu juda ham qimmatbaho. Fu oilasi seni juda ham qadrlaydi. Agar olmasang hurmatsizlik deb o'ylashadi. Shunday Shiyovun, tog'ang haq. Bo'lmasa o'zimiz olamiz. Bekorlarni aytibsan, berib qo'ymayman. Yaxshi, unda qabul qilaman. Lekin qalin olganimizdan keyin o'zimiz ham sep tayyorlashimiz kerak-ku. Ha, bobom o'limidan oldin shifoxona va villani men nomimga o'tkazgandi. Shularni sep qilib olib ketaman.